2026-yilda Islomiy bank umuman islomiy moliya bo'yicha o'zbekistonliklarni qanday yangiliklar kutmoqda? Dastlab islomiy moliya nima o'zi degan savolga javob topsak va 2026-yilda bu tizim bo'yicha O'zbekistonda qanday yangiliklar kutilmoqda? Ikki xil ko'rinishda banklar tashkil qilinish ko'zda tutilyapti. Bu mavjud banklar, an'anaviy banklar qo'shimcha litsenziya olgan holda islomiy darcha sifatida ishlashi mumkin. An'anaviyni ham, islomiyni ham ko'rsatadigan banklarimiz alohida hisob, alohida mahsulotlarni ajratib ko'rsatish kerak bo'ladi. Yana bitta turi bu to'liq islomiy moliyani joriy qiladigan banklar tashkil qilinadi. 100%. 100%. Ya'ni an'anaviy banklarda faoliyatini ko'rsatmaydi. Qonun qabul qilindi, endi 3 oydan keyin kuchga kiradi. 2026-yilda asosan tayyorgarlik ishlarini e'tibor ko'proq qaratamiz. Masalan, alohida standartlarni joriy qilish, kadrlarni tayyorlash masalalariga ko'proq e'tibor beriladi. O'nta banklarimiz hozirgi kunda tayyorgarligini boshlagan. Kutilmalarimiz kamida bitta deyapmiz, endi 2-3 ta ham bo'lishi mumkin. Oldindan tayyorgarlik ko'rib yurgan banklarimizda islomiy moliyani faoliyatini boshlash mumkin bo'ladi. Kamida 6 ta xizmat ko'rsatilishi imkoniyatiga ega bo'ladi darcha tashkil qilgan banklarimiz. Xorijiy investorlardan ham juda ko'p qiziqishlar kuzatilyapti. 4-5 ta xorijiy banklar ham kelib, islom moliyasi qonuni qabul qilinsa O'zbekistonga kirishimiz mumkin degan gapni aytyapti. Endi bu bevosita ishlab yurganlarimiz. Infrastrukturasini yaratganimizdan keyin investitsiyalar bundan ham ko'payadi. Endi asosiy maqsadimiz ham mana shu investitsiyani ko'proq jalb qilish, aholiga, biznesga mana shu xizmat ko'lamini kengaytirish orqali iqtisodiyotimiz ham o'sishiga hissa qo'shadi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra potensial sifatida 1 milliard dollarga yaqin investitsiyalar bank tizimiga kirib keladi degan prognozlarimiz bor. Nafaqat investitsiya, bilim kirib keladi, tajriba kirib keladi. Mana shu islom moliyasini joriy qilishga ham ko'proq tezroq harakat qilishimizga asos bo'lishi mumkin. Tovarni nasiyaga sotish orqali mijozini moliyalashtirish bu murobaha. Foydani taqsimlash sharti asosida mijozini moliyalashtirish yoki pul mablag'larini jalb etish muzoraba va vakillik shartnomasi orqali pul mablag'larini berish yoki jalb etish vakala, tovarlar uchun oldindan haq to'lash orqali moliyalashtirish, salam va istisno, birgalikdagi faoliyat orqali mijozni moliyalashtirish, musharaka hamda mol-mulkni islomiy ijaraga berish kabi operatsiyalarni joriy qilish nazarda tutilayotgani taqdimotda ham qayd etildi. Biz uchun yangi atamalarni aytsak bo'ladi. Islomiy moliya mahsulotlarini tanish uchun ishlatiladigan terminlar. Masalan, musharaka desa hamma o'sha sheriklikni tushunadi. Muzoraba desa bitta tomon pul, bitta tomon mehnat bilan ishtirok etishini tushunadi. Nasiya savdo, ya'ni o'sha murobaha deganimizda oddiy kreditdan nimasi bilan farq qiladi? Bu xizmatning o'zi iqtisodiy ma'nosi kredit emas, bu savdo. Ya'ni bank mijoz bilan savdo munosabatlariga kirishadi. Tovar sotib olib, tovar sotadi. Islomiy moliyada bevosita bank o'zi avtomobilni sotib olib, o'zini daromadini qo'shib mijozga sotadi. Ya'ni foiz ko'rinishda emas, lekin tovarga qo'shilgan qiymat sifatida daromad olishi mumkin bo'ladi banklar. Asosiy farqi shu. Muzoraba va musharaka kabi modellar biznesni qanday o'zgartirish prognoz qilinyapti? Ma'nosi shundaki, sherikchilik, musharaka, muzoraba orqali bank o'zini mijozini shaffofligini birinchi o'ringa qo'yadi. Ya'ni bu degani soyadagi iqtisodiyot deymiz-ku, yashirin iqtisodiyotda ham rasmiy iqtisodiyotga chiqishiga ham katta hissa qo'shadi. Endi bu birinchidan o'sha moliyalashtirish kengayishini hisobiga iqtisodiyot o'sishiga ta'sir qiladigan bo'lsa, ikkinchi o'rinda bu yashirin iqtisodiyotda ham rasmiyga o'tkazishga turtki bo'ladi. Turtki beradi. Tushunarli. Salam va istisno mexanizmlarini ham tushuntirib ketsak, ya'ni tovarlar uchun oldindan haq to'lash orqali moliyalashtirish u qanday bo'ladi? Salam bu asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirib berishda qo'llaniladi. Bu qanaqa ishlatiladi? Masalan, dehqon sentyabr oyida 100 tonna paxta, g'alla yoki qanaqadir mahsulot yetkazib beraman deydi. Bank oldindan u mahsulot yetkazib berishini moliyalashtiradi. Ya'ni oldindan pul berib, dehqonga mahsulot yetkazib berish uchun moliyalashtirish ko'rinishida xizmat ko'rsatadi. Sentyabrda kelishilgan narxda, kelishilgan sifatda, kelishilgan miqdorlarda sotib oladi o'ziga hosilini. Tovar yetib kelmaslik, tovarni sota olmaslik risklari bor. Uni parallel salam degan narsasi bor. Masalan, bug'doyni aytaylik sentyabrda sotib olaman bank sifatida va o'sha payti menda omborimda qolib ketmasligi uchun oldindan kim bilandir kelishaman. Bu shu qiymatdagi, shu miqdordagi bug'doyni yoki qishloq xo'jaligi mahsulotini sotish bo'yicha yana bitta shartnoma qiladiki, mana shu salam
orqali keladigan tovarimni parallel salam qilish orqali sotishni chorasini ko'rib qo'yadi. Daromad olish masalasida, bankka omonat qo'yganda masalan, Vakolat shartnomasi asosida yoki sherikchilik shartnomasi asosida bankka mablag' qo'yishi mumkin bo'ladi. Bank vakolat turida bevosita o'zi pulni boshqarib daromad to'laveradi. Muzorabada bu bank olib aniq bir loyihaga tikish orqali o'shandan olgan daromadini mijoz bilan bo'lishadi. Masalan, 70% bank, 30% mijoz ommaboplikni oshirishga katta hissa qo'shadi. 10 tacha bank tayyorgarlik ko'ryapti. Endi kamida bittasi darcha tashkil qiladi va xorijiy investorlardan, mahalliy investorlardan mavjud qiziqishlar bor. O'shalarni kamida ikkitasi to'laqonli islom moliyasini tashkil qiladigan bank ochadi degan prognozimiz. studiyada ishtirok uchun va qiziqarli, qimmatli ma'lumotlar uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.